Bugun Toshkent davlat universiteti bank hisob audit kafedrasi haftaligi doirasida talabalar turar joyida talabalar bilan yoshlar o'rtasida giyohvandlik vositaga qarshi kurash masalasida OIF hamda OITS viruslarga qarshi kurash bo'yicha talabalar uchun juda zarur bo'lgan tadbir amalga oshirildi. Bu yerda bevosita profilaktika inspektorlari, Toshkent shahar OITSga qarshi kurash markazini mas'ul xodimlari, vrachlar hamda professor o'qituvchilar ishtirok etdi. Albatta bu tadbir talaba yoshlarda bevosita bugungi kunda giyohvandlikka qarshi kurashish borasida ularda immunitet hosil qilish, ma'lumotlarni anglab yetish va ular qiziqtirgan savollarga javob berish orqali o'zining dolzarbligini ko'rsatib turibdi. Shu bilan bir qatorda mana mobil laboratoriya orqali talabalarda o'zlarini shu paytning o'zida qon topshirish hamda natijasini 10-15 daqiqa ichida aniqlab olish va o'zini kelajakdagi hayoti davomida ikkilanishlar va shu bilan bog'liq bo'lgan holatlarda duch kelganmi yo'qmi degan savolga javob topish masalalari ham joyini o'zida hal qilinayotganligi albatta quvonarli holat. Ustozlarimiz bilan birgalikda, uchastkovoylarimiz bilan birgalikda kelib, bolalar bilan suhbat o'tkazib, juda ham keng tarzda yoritib berishyapti. OITSmi hammasini talabalarga o'z vaqtida yetkazishib, buklet, flyerlar tarqatishib, bolalarga tushuntirib, batafsil ma'lumotlar berib kelishyapti hozir. Bu narsa kerak deb o'ylayman, chunki OITS va OIV haqida hozir ancha global bo'lganligi sababli har bir shaxs ma'lumotga ega bo'lishi va undan himoyalanish yo'llarini bilishi shart. Bundan tashqari, hozir bizdan xohish tarzda qon topshirish bo'lib o'tdi va qon topshirdik. Bu narsa ham kerak, chunki o'zimiz haqimizdagi tibbiy ma'lumotlarni olishimiz va o'zimiz shu kasallikka chalinmaganimizni bilishimiz uchun bu narsa kerak. Bu narsani tashkillashtirib berganlarga, xodimlarga va ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu kabi tadbirlarni amalga oshirilayotganligi va bunga imkoniyat yaratib berganligi uchun tashkilotlarga, rahbariyatimizga, taklif qilingan mehmonlarimizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Biz sog'lom hayot uchun birgalikda